Mana shu. Şey. Qani, kim bilan? Men Ha? akajon o'zim. Ha, qayerda bo'ladi? Assalomu alaykum aka. Mani ish keldimi? Darvozani yopib qo'y. Odamlardan yuradigan qolmas. Alohida akasini. Bo'pti. Hadi. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom dedim-ku. Qani bu yoqqa kechi? Yelkani sal bosib qo'ygan, qo'limdan chiqqan. Bu gaplarni yaxshilab qo'y. Mana ofisda aktyorku. Ulardan to'xtab joyimiz yo'q. Telefonaga qo'y. Yuragim bosgan. Men hali shunday bilamanki, yuragim emas, boshqa joyini ham og'riqqa qo'yaman. Sharmandalarcha hadisa ya. Bu o'zi to'g'ri. Halol odamlarni tushunmi? Ha? Akira ko'rdingmi? Assalomu alaykum. Voy. Voy. Voy mana. Voy pullar. Yaningizda Bolangizga planshet olib berish 30 minut. Kredit bo'yicha javob olish 1 minut. Orzu bo'lsa, pul topiladi. TBC Bank. O'sha yengiltagi o'g'li boshida qotdi. Opa, to'xtang. Juda ko'p harakat qildim hozir. Oilamni saqlab qolaman deb. Juda ko'p harakat qildim. Lekin u meni har bitta ishimdan kamchilik topdi. Kelishimni yoqtirmasdi. Meni xohlagandek ochib sochib yurolmasdim. Ko'chada quchoqlashib yurishdan ham uyalardim. U bo'lsa hali do'stlarini oldiga olib boradi. Ular meni raqsga taklif qilsa ham indamaydi. Hammasidan o'sha sevgilisini nega olib kelgani izzat nafsimga tegib ketdi. Biz shunchaki do'st bo'lib qolganmiz. Shunaqa yuzidan olib qo'yadi, qo'lidan ushlab yuradi. Bunga bo'lsa Meni kechiringlar. Chidolmasdan qaytdim. Mehmon bola. Senda ayb yo'q. Men ahmoqlarni surishtirishim kerak edi. Men Layloga ishonib bilasan. O'zi hamma ayb menda. Mana xatolarimni endi ko'ryapman. Zakroydi. Kimgadir o'xshashga intilib chiroyli oilamizga ahamiyat bermabman. Dadangni ham hurmat qilmabman. Aslida dadang dunyodagi eng ko'ngli pok inson. Dadasi sizni shuncha yil yerga urdilar. Biror marta Miyangga chicha ish qilibsanlar, miyangga chicha, qaysi miya bilan o'ynaysanlar? Ishingni yopish kerak-ku, ko'rib turibsan. Sen ko'zlaringga chichaysanlar, bor-ku. Men ichib oling.
Endi harib qayerdan topaman bu maras haribotchani? Endi odamlarga qizim Amerikada yashayapti. Bulli qochdi, salla ko'tingga taqding, rahmat katta. Qo'yganimni endi bilyapman. Xato qilibman. Bulli moshinda ham oldi onasining mana. Dabdalar, izdes hamma. Ko'tingga taqding dedi-ku. Onasi. Qo'y bilan. Endi buni hammamiz bilamiz. Hammasi ortda qoldi. Bo'ldi. Hamma narsani unutamiz. Orqaga tashlaymiz. Hammasini boshqatdan boshlaymiz. Admi, yo'q. Harami, yo'q maytik. Plus ochcha. Ha. Qaysidir xatti harakatlarini Yo'q, hozir nima bu? Haram chiqdi.